Qadimgi Baktriya. O'zbekiston janubi. Bu hudud ta'riflasak adolatdan bo'ladi. Andijonning barcha shahar tumanlarida sport kurashlariga alohida e'tibor berilib kelinmoqdaki, bugun ko'cha-ko'yda turli yo'llarda yurgan yoshlarni emas, aksincha ularni aynan mana shunday sport zallarida ko'rasiz. Qo'rg'ontepa tumanida ham maktablarda o'quvchi yoshlar uchun sport kurashlari to'garaklari tashkil etilgan bo'lib, ularda bugun ko'plab yoshlar qamrab olinishiga erishildi. Quvonarlisi esa mazkur jarayonga tuman prokurori bilan bir qatorda tuman hokimi va qator tashkilotlar vakillari ham yelkadosh bo'layotganidir. Bunda asosiy e'tiborda birinchi navbatda umumta'lim maktablarida to'garaklar tashkil qilish va bundan keyin o'smirlar o'rtasida musobaqalar tashkil qilishga asosiy e'tiborni beryapmiz va har bir mahallalar kesimida, hududlar kesimida va alohida tuman bo'yicha musobaqalar tashkil qildik. Yoshlarni ko'proq sportga qiziqishi o'ziga bo'lgan mustaqil ishonchini orttiradi va bundan tashqari sog'lom fikrlaydigan yoshlarimiz ko'payadi. Bu uni oqibatda turli xil huquqbuzarlikka moyilliklar o'z-o'zidan kamayadi. Qo'rg'ontepa tumanida 9 ta shunaqa katta to'garaklar tashkil qilganmiz. Yoshlarga juda ham yaxshi ta'sir o'tkazadi. Sababi o'qishdan keyin yoshlar bo'sh mahallini bekorchilikda o'tkazmaydi. Tumanimizda, Qorasuv shahrimizda shu erkin, Yunon Rim hamda milliy kurash bo'yicha juda ham katta musobaqa tashkil qildik. Xalq juda ham xursand bo'ldi. Asosan Qo'rg'ontepa bu polvonlar yurti deyiladi azaldan. Bu yerda alohida kurash maktabi bor. Milliy kurashda ham maktabi bor, erkin va Yunon Rim kurashida ham maktab bor. Shu maktabni davomchilarini yoshlar, yangi avlod shuni davom ettirsin deb shu maqsadda harakat qilyapmiz.